Hozir men sizlarga bir kir moshina ko'rsataman. Narxini taxmin qilib turing. Qaysi brenddan 8 kilolik 16 ta funksiyaga ega bo'lgan va asosiysi ko'rib turibsiz, parovoy rejimlarni 5 xil rejimda ishlatsangiz bo'ladi va turbo wash funksiyalari ham bor, 49 minutlik va bistra sirkalari ham 15 minutlik va eng asosiysi оборотлari 1400 va eng asosiy funksiyalardan biri, ya'ni удаленное управление Wi-Fi orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga eng qulay, sifatli, asosiysi ishonchli bo'lgan va narxi eng arzon kompaniyalarimizdan biri qaysi brendidan 7 kilolik va 8 kilolik 2020-modellarni olib keltirib berdik. Sizlarga hozir qisqacha ular haqida ma'lumot va funksiyalarni aytib o'tib ketaman. Ushbu 8 kiloligimiz ko'rib turibsiz, nihoyatda funksiyalari ko'p, 16 ta funksiyasi bor. Avtomatik rejimi, ya'ni o'zi tanlab matoga qarab yuvoradi. Eko rejimlari bor, paxta rejimlari bor, sintetika rejimlari bor, shers uchun puxavoy veshi va asosiysi turbo wash funksiyasi. Bu faqat qimmat kir yuvish mashinalarida bo'ladi va bistra stirkasi ham 15 minutlik, 30 minutlik emas va bir oyda bir marta ko'rishingiz mumkin. Achka baraban qilib turish kerak. Rubashkalar uchun, ko'ylaklar uchun alohida va chayqash siqish rejimi alohida, sportivniy, ya'ni kurtka va shunga o'xshash sportivkalarga отдельный rejimlari va bolalar uchun maxsus, mana ko'rib turibsiz, parovoy bilan ishlatsangiz bo'ladi va anti allergiya va asosiysi удаленное управление, ya'ni Wi-Fi orqali boshqarishingiz mumkin. Va bu yerda qo'shimcha parni yoqib o'chirish va o'sha mana bu ko'pir, misol kuyker, ya'ni tezroq yuvish funksiyasini yoqib o'chirish, temperaturalarni bosishli, ya'ni misol xlopga qo'ysak, mana bu yerda bemalol 60 gradus, 90 gradus bemalol boshqarishingiz mumkin va adjimlarni ham xuddi shunday 600 dan tortib 1400 gacha olib chiqaveramiz va qo'shimcha chayqash funksiyalarigacha ega va o'sha astrochka, ya'ni keyinroq yuvish funksiyalari ham bor va barabanlarni ham ko'rishingiz mumkin. Sizni kiyimingizni hech qanaqangi titib olmasdan chiroyli holatda yuvib beradi. Nihoyatda yuqori texnologiya bilan ishlab chiqarilgan. Va ushbu kir yuvish mashinalarimizga qaysi brend tomonidan o'ziga 3 yil va motoriga 10 yil garantiya beriladi. Va narxi keladigan bo'lsak, ushbu 7 kilolik modelimizni faqat 8 kilodan farqi Wi-Fi yo'q va obroti 1200 bo'ladi. Narxi bo'lsa $280, 3.400.000 so'mga beramiz va shuncha funksiyaga ega bo'lgan 8 kiloligimiz bo'lsa $290, 3.530.000 so'm qilib belgiladik. Va kimga xuddi shunaqangi original kir yuvish mashinalari zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying.